Sayt sekin ishlasa, bu server aybimi yoki internetniki? Kun davomida siz web sahifa ochasiz, ilovalarni ishga tushirasiz yoki video tomosha qilasiz. Bularning barchasi internet orqali amalga oshadi. Lekin ba'zida nega sekin ishlaydi, bilasizmi? Internet bu sizning qurilmangiz, kompyuter yoki telefoningiz bilan butun dunyo bo'ylab joylashgan serverlar o'rtasidagi ko'prikdir. Siz biror saytga kirganingizda qurilmangiz so'rov yuboradi. Ushbu so'rov ma'lumot paketlari sifatida internet orqali ushbu sayt joylashgan serverga yo'l oladi. Server ham shunday paketlar ko'rinishida javob qaytaradi. Bu paketlar tarmoq orqali turli tugunlardan o'tadi. Xuddi xat tashuvchilar orqali manzilga yetkazilayotgandek. Qayerda tirbandlik bo'lsa, paket sekinroq boradi. Shu sababli internet sifati va yo'l uzunligi muhim ahamiyat kasb etadi. Internet tezligi quyidagi omillarga bog'liq. Siz ishlatayotgan internet provayder sifati, serverning sizga geografik yaqinligi, cloud providerning texnik quvvati, tarmoqdagi trafik, ayni paytda qancha odam ushbu serverga murojaat qilayotganiga qarab. Agar sizga xizmat ko'rsatayotgan server uzoqda bo'lsa, sahifalar sekin ochiladi. Internet sekin bo'lsa, server kuchli bo'lganining foydasi kam. Shuningdek, agar server eski bo'lsa yoki resursi yetarli bo'lmasa, ko'p foydalanuvchiga xizmat ko'rsatish uchun ulgura olmaydi. Shu sababli onlayn biznesingizni muvaffaqiyatli yuritish uchun tezkor va ishonchli cloud serverlar tanlashingiz zarur. Argo Cloud sizga mahalliy serverlar orqali tezlik, xavfsizlik va barqarorlikni taqdim etadi. Batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.